Musulmon ayol o'z avratini boshqa ayollarga ko'rsatishi mumkin emas. Bu haqida bilarmidingiz? Avrat nima? Avrat so'zi arabchadan inson tanasining yashirilishi lozim bo'lgan qismi degan ma'nosini anglatadi. Bu ayollarda va erkaklarda har xil bo'ladi. Erkak yoki ayolning avrati faqat mahram insonlarga tegishli, masalan, turmush o'rtog'i, oila a'zolari va hokazo. Ayollar begona erkaklarga yuzi, qo'l kafti, oyoq kaftlaridan tashqari boshqa tana a'zolarini ko'rsatish harom hisoblanadi. Erkaklar uchun esa kindikdan tizzagacha. Bu joylar ayol yoki erkakda ochiq bo'lsa, namozlari buzilishiga olib keladi. Qo'shimchasiga ayol va erkak boshqa ayol va erkakka kindigidan tizzagacha bo'lgan tana a'zolarini ko'rsatish haromdir. O'z yaqinlari, hattoki opa va singillari, aka va ukalariga mumkin emas. Savol berishingiz mumkin: tug'ruq jarayonida, tibbiy ko'rik vaqtida yoki ona o'z qizini cho'miltirayotgan vaqtida avratlari ko'rinishi mumkin. Bu esa shariatda mumkin bo'lgan holatlardan biridir. Lekin musulmonlar jiddiy bo'lmagan sabablarga ko'ra, ya'ni masaj, depilatsiya kabi ko'riklarda boshqa insonlarga avratlarini ko'rsatishi man etiladi. Yanada ko'proq ma'lumot uchun obuna bo'ling.